Assalomu alaykum. Kunlik namoz vaqtlari kanaliga xush kelibsiz. 26-dekabr O'zbekiston namoz vaqtlari barcha viloyatlar uchun. Hozir sizlar 26-dekabrga namoz jadvali bilan tanishmoqdasiz. Sizlarni oynayi jahon orqali ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman, shodman. Azizlar, bu barcha beminnat xizmatlarimiz faqatgina siz azizlar uchun. Shunday ekan, iltimos, kamtarona mehnatimizni qadrlab, kanalda yangi bo'lsalaringiz obuna bo'lib, videolarni oxirigacha ko'rib, bittadan like bosib, o'z yaqinlaringizga yuborishda bardavom bo'ling. Azizlar, namozni yangi boshlagan va boshlamoqchi bo'lgan aka-uka opa-singillarimizga eslatma sifatida har bir namoz necha rakatdanligini yozib ko'rsatib o'tganman azizlar. Bemalol ko'rib foydalanishlaringiz mumkin. Azizlar, Telegramdan kunlik namoz vaqtlari degan kanal ochganman. Silkasini soобщение bo'limiga qoldiraman. Iltimos, o'tib albatta obuna bo'lishni yoddan chiqarmang. Ba'zi bir sabablarga ko'ra bu kanalda namoz jadvallari chiqmay qolsa, Telegram kanalda har kuni chiqib boriladi, Xudo xohlasa. Barchangizga, barchamizga juma ayyom muborak bo'lsin azizlar. Azizlar, like ayamaymiz. Like bosishda baxillik qilmaymiz. Like, ba'zilar aytadiki, like nimaga so'raysiz? Azizlar, sizdan like uchun sizdan pul ketmaydi. Like uchun bizga pul kelmaydi. Like video tarqalishiga sabab bo'ladi xolos. Like o'sha uchun so'raladi azizlar. O'sha uchun yaxshilikni birgalikda qilamiz, xudo xolasa. Like deb bosamiz, videoni oxirigacha ko'ramiz, obuna bo'lamiz, yaqinlarga yuboramiz. Kommentariyada chiroyli, yaxshi, iliq fikrlaringizni qoldirasizlar degan umiddaman. Kommentariy yozayotganlardan, like bosayotganlardan va jadvaldan foydalanayotganlardan barchangizdan, barchamizdan Alloh rozi bo'lsin. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Xayrlashmaymiz, keyingi efirgacha deymiz. O'zlaringizni ehtiyot qilingizlar.